Assalomu alaykum. Bugungi videomizda To'pli-Polda ishlamayotganligi haqidagi muammolar ko'p bo'lganligi uchun unaqa bitta video qo'ydim. O'sha videoni orqasidan ko'pchilik yozdi va telefon ham qilishdi, hattoki Qirg'izistondan ham telefon qilishdi va nihoyat men o'shaning uchun video qilishga qaror qildim. Bu videoda To'pli-Polda ishlamayotganligini tekshiramiz. Tekshirishdan oldin albatta tokdan sug'urib, bezopasniy ish qilamiz. Hayot uchun xavfsiz qilib olamiz. Tok urib yana o'ldirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lamiz. Albatta bizni o'zbek xalqi mutaxassis chaqirmasdan o'zi tekshirib ko'radi. Albatta har bir narsani mutaxassis qilsa yaxshi hamma ishni. Shoshilmasdan termoregulyatordan To'pli-Pol bilan datchikni kabelini sekin sug'urib olamiz. Endi bizga termoregulyator kerak emas, buni chekkaga qo'yib qo'yamizda. Mana To'pli-Polda 3 ta kabel bo'ladi. Plus minus va oddiygina til bilan aytganda zazemleniya. Datchik temperaturada esa 2 ta kabel bo'ladi. 2 ta sim chiqqan bo'ladi. Tushunish uchun oddiyroq tilda gapiryapman. Keyin bular butunligini tekshirish uchun mana bunday multimetr kerak bo'ladi bizga. Bu bozorda 45 ming, 50 ming turadi. Maslahat beraman 50, 60, 70 ming so'mligini sotib olishga, chunki bir xil ko'rinadi, lekin sifatlisini olsa yaxshiroq ishlaydi.